Ma'lumki, bu yilgi paxta mavsumida klasterlarga qarashli xo'jaliklarda hosildorlik yuqori bo'lishi avvalo to'g'ri boshqaruv, ilg'or agrotexnologiyalar va mexanizatsiyani keng joriy etish natijasidir. Paxta dalalarida qatorlar bo'ylab harakatlanayotgan zamonaviy terim mashinalari nafaqat ish samaradorligini, balki terimdagi tozalik va sifatni ham ta'minlayapti. Klaster tasarrufidagi xalqaro brendlar ishlab chiqargan texnikalar har kuni yuzlab gektar yerda terim olib borib, hosildorlikni ham, daromadni ham oshirib kelmoqda. Mavzu yuzasidan muxbirimiz Mag'firat Xudoyberdiyeva Oqoltin tumanidagi klasterlardan birining faoliyati haqida reportaj taqdim etadi. Klasterdagi hosildorlikning yuqori bo'lishiga faqat texnika emas, balki ilmiy yondashuv ham asosiy sabablardan biri. Ya'ni har bir gektar yer uchun maxsus agrotexnik tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, shunga ko'ra tuproq tarkibi o'rganiladi, o'g'itlash, sug'orish va zarur parvarish ishlari amalga oshiriladi, deydi paxta yig'im-terimiga mas'ullar jarayonlarni izohlar ekan. Klasterimiz 17 ming tonna paxtani rejalashtirganmiz. Jami 7 ming gektar yer maydonimiz bo'lsa, shundan 5 ming gektarga xorijiy texnologiyada 76 sxemada qo'shqotar paxta ekkanmiz. O'tgan yillar masalan paxta terimi qo'l mexanizatsiyadan foydalangandik. Yana bu yil esa 100 dan oshiq Xitoydan yangi paxta kombaynlarini olib keldik. Hozir bir vaqtda o'zida kombayn terib hech qanday masalasiz punktlarga, zavodlarga yetib borilyapti. Klaster tizimi nafaqat hosil yetishtirishda, balki uni qayta ishlash, saqlash va eksportga tayyorlash jarayonlarini ham qamrab olgan. Ayniqsa Xitoy davlatidan keltirilgan sifatli texnikalar bugun fermerning yaqin ko'makchisiga aylangan. Shu mashinani 2 yildan beri haydayman, yaxshi. Buzilganini hech bilmadim. Bir kunda shu 40 tonnagadir teryapmiz. Bu mashinani afzallik tomonlari juda ham ko'p. Paxtani toza teradi, chanog'ida qoldiravermaydi. To'g'ri, mashinabop paxta navlari, zamonaviy texnika, ilmiy yondashuv va mehnatsevarlik bularning bari yuqori hosil garovidir. Zero dalalardagi paxta hosili faqatgina iqtisodiy boylik emas, balki yangi imkoniyatlar va agrar sohada erishilgan natijalarning ifodasi hamdir. Bugun Mag'firat Xudoyberdiyeva va O'tkir Boymatov, Sirdaryo.